Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun qo'limda danliq rassom Marvayit Hofizning rasmlar katalogi. Ayni vaqtda Marvayit Hofiz menga mundaq deb yozib bergan. Hurmatlik va suyumlik Nuriya, rahmat sizga. Bir sanatkar, shundaqla bir ijodkor uchun o'z millatining sevgi sadosini anglashdan ortiq baxt bo'lmas. Hurmat bilan Marvayit Hofiz. 2018-yil 3-noyabr, Germaniya. Ayni vaqtda men bu katalogdan 10 parcha setib elib, urug'-tuqqanlarimga, do'stlarimga hadiya qilgandim. Bu katalogning kirish so'z qismi nemischa yozilgan bo'lib, men nemischa bilmayman. Shunga Marvayitdan so'rab, buni uyg'urchasini elib, ko'paytib, har bir nusxa katalogga uyg'urchasini qistirib qo'ygandim. Biz sana Marvayit Hofiz rasm chizishga mahir bo'lib qolmasdan, yana nurg'un talantlari bor. Shularning ichida alohida tilga elib o'tishga arziydigini Marvayitning qalami. Marvayit naytim chiroyli tekstlarni yozdi. Shunga bugungi programmamizda mazkur katalogning uyg'urcha kirish so'z qismini o'qib berishni muvaffaq ko'rdim. Bu katalogni setib olgan qarindoshlar xeyli ko'p deb o'ylayman. Haqiqatan 1985-yildan 2016-yilgacha bo'lgan ijodiyatlari kirgizilgan katalog. Xo'sh, oldi bilan kirish so'z qismini o'qib beray. Men bir rivoyat dunyosidan keldim. Men so'zimni Bobby Ryanning eng tipik bo'lgan salimi bilan boshlag'im keldi. Chunki men birinchi jumla german tilini mushu jumla so'z bilan boshlagan edim. Shundaq, o'zimni xuddi bir Bavariyalikdek, shundaqla bir Münchenlikdek Grüße Gott degan jumla bilan salom berdim. Albatta, men jiroq qirlardan turib, ona yurtimdagi meni tarbiyalab o'stirgan shu suyumlik insonlarga sevgi salomimni yo'llayman. Men Markaziy Osiyoning qadimiy Ipak yo'lining kirish ishiga bo'lgan Qomul diyorida milliy an'anaviligi kuchli bo'lgan san'at xumar oddiy bir Uyg'ur oilasida tug'ilib, balalik chaqlarimni shu 5 oila kishilari o'ltiraqlashgan xilvat bir kentda o'tkazgan edim. U yurtning to'tpasli eniq bo'lib, havo klimatimi nihoyat qurg'oq edi. Qor va yomg'irlar kamdan-kam yog'adi. O'ylimizdagi bir qancha tub mevalik daraxtlarni aylanib o'tib pastga qarasak, osmon bilan zaminni tutashtirgan cheksiz ketgan ufuq sizig'ini ko'rardik. Yoz kunlari havo isib 38-40 gradusga yetganda ufuq siziqining o'rnini xuddi osmon bilan zamin o'zaro bir-biri bilan kirishib ketgandek okean kabi bir go'zal ezitqu manzarasini ko'rardik. Mening rassomchilik kasbini o'qigan chog'larim Jungo madaniyat zo'r inqilobi oxirlashgan davriga to'g'ri kelgan bo'lib, u yillarda Jungoning ma'rif saviyasi qatmal bir holatda edi. Shay'larni apparatda tortgandek sizish rassomchilikning yuqori pallasi hisoblanadi. Bir rassomning kasbiy qobiliyatimi insonlarni, tabiatni va shay'larni o'xshash sizolaydiganligi bilan o'lchanadi. Men 1983-yili G'arb Shimol Millatlar Universiteti San'at akademiyasida 4 yil maxsus maybo'yoq kasbida o'qib, o'qishni bitirgandan keyin Xinjiang Güzel San'at akademiyasidan bir kishilik o'qituvchilik xizmatiga erishgan edim. San'at akademiyasida ishlash ko'plagan rassomlar orzu qiladigan bir rassom uchunmi nihoyat yaxshi kasbiy bir o'rin bo'lsa-mu, ammo bu kasbga bo'lgan cheksiz qizg'inliqim meni har doim
kasbiy jihatdan yangicha bir yo'l tepishimga undaydi. San'at shaylarni va tabiatni o'xshitib sizish emas, balki u rassomning o'zligini ifodalaydigan bir ruh ekanligini his qilatdim va shundoq tushunatdim. Madaniyat zo'r inqilobi rasmiy oxirlashib 1980-yillardan boshlab Jungoga dünya san'atining yangi uslubidagi har xil ilg'or rassomchilik iqimlariga oid to'plamlari kirgizilishi bilan bir vaqtda san'at akademiyasining kutubxonasiga bir turkum Yevropa yangi rassomchiligining dunyoga tanilgan mashhur rassomlarning to'plamlari kirgizilgan edi. Bu yangi rassomchilik to'plamlari orasidan meni eng jalb qilgani Yevropa ta'sirat rassomchilik iqimi, ya'ni impressionizm bilan Germaniyaning ifodalash rassomchilik iqimi, ekspressionizmdagi rasmlar to'plamlari edi. Menga bakmi ta'sir qilgan rassomlar Egon Schiller, Gustav Klimt, Amedeo Modigliani qatorliq rassomlarning asarlari edi. Bu rassomlarning asarlaridagi sizib qoldirib ifodalashi bakmu individuallashgan o'zgacha ifodalash uslubi va xosligi, shundaqla ularning asarlaridagi erkin ifodalash kayfiyati meni bakmu hayajonlantiradi va texmo erkin ifodalashim uchun ilhom beradi. Menga bakmi yoqadi. Balkim qadimiy Ipak yo'lidagi kucha, qumturi, ming uy tam rasmlaridagi qadimiy Budda rassomchiligiga yaqin joylarning bo'lganligidandir deb o'ylaydim. Darvaqa, men shundoq deb tushunaman albatta. Ekspressionizm rassomchiligidan san'atning haqiqiy erkinlikni tashabbus qiladigan ruh ekanligini texmi cho'nqur tushundim va yuksak ilhom oldim. Bu ilg'or va yangi dunyo rassomchilik iqimlarining ta'siri bilan mening san'at tushanchamda ajoyib cho'ng bir burilish bo'ldi. Shu tushuncham va ilhomlarim bilan o'zimning tabiatimga singan tarbiya, yetilgan muhit, jamiyat va Uyg'ur madaniyatining ruhi bilan Yevropa rassomchiligidan olgan ilhom va tushunchalarimni yug'urib, muzikantlar, mening böshigim, ona va bolalar, Yolqintog' etikida qatorliq asarlarni vujudga keltirdim. Bu jarayonda o'xshamagan kayfiyat va tushunchalarim bilanmi ko'plagan asarlarni vujudga keltirdim albatta. Yolqintog' etikida nomli bu asrim 1994-yili ikkinchi qitimliq Jungo maxsus maybo'yoq rasm ko'rgazmasiga tanlanib, Beijingda davlatlik go'zal san'at sarayida ko'rgazmaga qo'yildi. Ayni yillarda mening asarlarim jamiyatda g'ulg'ula qo'zg'ashga boshlab, dastlabki qadamda kasbiy sohaning e'tirof qilishiga erishgan edi. Ammo men qandaqdir kasbiy taraqqiyotimga va kishilik hayotimga to'sqinlik qilmaydigan bir erkin muhit va jamiyatni izlaydim. Mening Yevropa san'atini izlashim, texmi cho'nqur tushunishim, qelib-teshib ketgan san'at uslubidan chatnab, o'zimning dunyosida o'zimni izlash, o'zimga xos bo'lgan ichimdagi o'zimga tava bo'lgan o'zimni ifodalash yo'lida izlanishim barg'ancha kuchayishga boshladi. Biroq shu yillarda qilib-teshib ketgan jamiyatning qatmal madaniyat qurilmasida men san'atdagi ijodiy erkinlikim va tafakkurimda bakmujiq to'salg'ularga uchradim. Hamda siqilchilik his qilatdim. Shundoq, dunyo san'atining taraqqiyotiga ergishib, bu kasbga bo'lgan qizg'inliqim hassilab oshmoqda edi. Shu vajidan men so'yadigan rassomlik va rassomlar yashagan o Yevropaga kelib, shu ilg'or rassomlardek erkin tafakkur qila oladigan va erkin ifodalaydigan muhitda o'zimning san'at talantimni to'liq taraqqiy qildiraman va haqiqiy
san'atkorlik iqtidorimni namoyon qilaman degan ulug' orzu va istaklarim bilan men so'yadigan ota-onam, qon qarindoshlarimdan ayrilib 1996-yili Yevropaning markazi bo'lgan Germaniya Myunxen shahriga kelib o'ltiraqlashdim. Ammo men uchun yangi bo'lgan bu jamiyat, bu madaniyat taraqqiyotining o'zgachiligi, men tug'ilib yashagan jamiyat va madaniyati bilan osmon zamin farqlanadiganligidan nihoyatda o'diqdim. Dastlabki asarlarimda vatanni, urug' tuqqan qon qarindoshlarimni seg'inish, hijron tuyg'ularim bilan yanala vatanni mazmun qilgan rasmlarni sizgan bo'lsammi, bir san'atkorning haqiqiy individualligini, shundaqla o'zimning xosligini namoyon qilishning muhimligini bilsammi, men yanala boshqa bir uslubda ish qilib, boshqacha mazmunlarda rasm chizishim kerakdek qiynaldim. Men vatandagi vaqtimda Sharqiy Osiyo madaniyat san'ati xuddi dunyo madaniyatiga tava emasdi. Dunyo san'ati Yevropa san'ati va madaniyatidan ajoyib hayajonlandim. Ham intayin yuqori o'rinda ko'ratdim. Haqiqatanmi? Shundaq albatta. Biroq bu taraqqiy qilgan alga kelib, o'zimni xuddi okeandagi nishonini topolmayotgan nihoyat ojiz bir kichik qolvoqdek, xuddi o'zimni yutirib qo'ygandek tuyg'uda azoblandim. Bir kuni men Myunxen Pinakotekga bordim. Bu saroyda men dunyoga mashhur san'at asarlarini ko'rib bo'lib, kitoblar setildigan tarafga berib, kitob ishkoplaridan Frida Kahloning to'plamini uchirtib qoldim. Bu dangliq rassom va uning asarlari bilan tanishdim. Uning rasm chizish ruhi va san'atkorlik axloqi, erkinligi, qaysarligi, g'ayrati, hayotga bo'lgan cheksiz sevgisi, o'ziga bo'lgan ishonchi va umidvorligi mening hayotimga, shundaqla kasbiy hayotimga intayin zo'r ta'sir ko'rsatdi. Vatanni seg'ingan, u zamonga bo'lgan sevgi, hijron tuyg'ularimni sizishimning intayin to'g'ri ekanligini yana bir qitim cho'nqur tushundim va texmi zo'r ilhom oldim. Bu orqali qadimiy Ipak yo'li madaniyatining o'z xosligi bilan dunyo madaniyatiga tava bo'lgan madaniyat ekanligi, u yerda yashaydigan Uyg'urlarning qadimiy madaniyat yaratquchi bir millat ekanligi, o'zimning shundoq go'zal madaniyati bo'lgan bir millatning avlodi bo'lganligimdan faxrlanish tuyg'um texim kuchaydi. Ham san'atkorlik mas'uliyatimni texmi cho'nqur ma'noda tushundim. Biroq shundoq go'zal o'zgacha bir madaniyati bo'lgan oq ko'ngil amgakchan bu Uyg'urlarni dunyoning unutib ketganligi, siz nereden keldiniz degan sonsizligan savollarga mening beradigan minglarcha javoblarimmi bu zaminni, bu madaniyatni va bu millatni yaxshi tushuntirib berolmasligi mening insoniy kishilik g'ururimni qiynaydi. Shundaqla mening san'atkorlik mas'uliyatimni texmi ro'shan ko'rsatib beradi. Shundaq qandaq qilganda unutilib ketgan Uyg'ur nomidagi bu millatni oson yo'l bilan to'ntalayman degan masala ustida ko'p o'ylandim. Ipak yo'li madaniyatining qadimiy to'rt dunyo madaniyatining biri ekanligi, Ipak yo'li madaniyatiga tava bo'lgan Markaziy Osiyo doirasida yashaydigan millatlar orasida Uyg'urlarning madaniyat yaratquchi millat sifatida dunyo insonlarining hurmat bilan tilga elib tonishtirilishi kerakligini his qildim. Ham xuddi men shu madaniyatning bir ushqundasi sifatida Markaziy Osiyodan Yevropaga kelgandek tuyg'uda bo'ldim. Qadimiy Ipak yo'li madaniyatining markazi bo'lgan Osiyodan karvon kabi bu joyga kelgandek, Yevropadagi bütün ko'rgazmalarimning bosh temasi uchun boshdan oxir Ipak yo'lidagi karvon deb ism qo'ydim. Bu orqali o'zimni, san'atimni va bu madaniyatni texmo keng doirada tushuntira oladiganligimga ishondim.
Darvaqa, men o'ylagandek, to'xtamas qadimiy Ipak yo'lidagi karvonlardek Yevropada sonsizligan u zaminning aloyligi va hayotini mazmun qilgan asarlarni vujudga keltirdi. 2000-yili Her Doktor Albert tonishtirishi va Harald Kruger ning qabul qilishi bilan Psixologiya akademiyasi binosida dastlabki vatanni mazmun qilgan 45 parcha maybo'yoq asrim bilan ajoyib natijali ko'rgazma ochdim. 2001-yili 82 parcha asrim bilan yana bir qitim ajoyib natijali bir ko'rgazma ochdim. Dastlabki 2 qitimliq ko'rgazmamga qiziquvchilarning hayajon inkaslari, asarlarimga bergan yuqori baholari, madhiya so'zlari va qimmatlab setib olishlari mening kasbiy ishonchim, qisqasi o'zimga bo'lgan ishonchimni haslab oshirdi. Hayotning o'zi san'at. San'at insoniyatdan, tabiatdan keladi. Kasbiy taraqqiyotdan va faoliyatlarimning ko'payishiga ergishib, bu davlatdagi ruhiy san'at bilan yo'g'rilgan, san'at dunyosining bag'vini kabi rassomlarning asarlariga alohida ko'ngil bo'ladigan, ularning kasbiy xosligini bayqab, qo'lidan kelishicha ilhom berishi va yordam berishini o'zining xo'shalliqi deb biladigan san'at suyar esil fazilatlik, so'yimlik insonlar bilan tanishib va ular bilan do'stlik o'rnatdim. Bu kishilarning mening asarlarimni yaxshi ko'rib, meni izzatlab, asarlarimni o'zining eng qimmatli angushtiri sifatida qadrlashi hammalar rassomlarga nasib bo'lmaydigan bir baxt deb o'ylayman. Mening asarlarimni qimmatlagan va meni izzatlagan Germaniyadagi sonsizligan ko'rgazmalarimga diqqat qilgan va asarlarimga qiziqqan, shundaqla Uyg'urlar hayotiga qiziqqan va histoshlik qilgan barliq do'stlarimga minglarcha rahmat aytaman. Bu katalogni qo'lga olgan har bir qiziquvchiga chin yurakimdan rahmat aytaman. Kishilar mendan Marvoyit Hofiz xonim, san'atni siz qanday tushunasiz deb so'rashi mumkin. Men ikkilanmay san'at ruh, sevgi va hijron deb javob beraman. Chunki men u zamin, u madaniyatni cheksiz so'yaman. Men cho'ng bo'lgan mahalla va kindik qinim to'kilgan qadimiy uylar, suyimlik Uyg'urlar hayotini, urug' tuqqan qon qarindoshlarimni seg'inish, hijron g'olborlaridan tasqilib chiqqan tuyg'ularimni ifodalayman. 2018-yili 2-oy Myunxen, Marvoyit Hofiz. Ana anladinglar, haqiqatan aytdim, chiroyli yozilgan tekstlar, shunchalik go'zal his tuyg'ular. Shuning uchun bu kitob o'qish munbirimizda bu kirish so'z qismini o'qib beray dedim. Odatda men asar o'qigan vaqtida ko'pincha mana bu rasmni keynimga orqa ko'rinish qilib qo'yib olman. Bu rasmni Marvoyit Hofiz chizgan. Men bu rasmni o'zimning 50 yoshlik tug'ilgan kunim munosabati bilan Marvoyit Hofizga alohida buyurib sizdirgandim. Shunchalik xursand bo'ldim. Rahmatli dadam bu rasmni ko'rgandan keyin bekmi xush bo'lib Marvoyit Hofizga nurg'un duolarni qilgandi. Yaqinqi yillardan beri Marvoyit Hofiz to'rida Uyg'ur o'quvchilarga dars o'tyapti. Yeshi 8 yoshdan 80 yoshgacha dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlar Marvoyitdan dars olyapti. Rasm chizish qiziqadigan do'stlar uchun sizlarga Marvoyit Hofizning Facebook'dagi tor betida mundaq bir e'lon chiqarib ketgan. Shuni o'qib bergim kelyapti. Hurmatli qarindoshlar,
yana bir güzel dünyani tushunishni xohlasangiz, tövəndəki cümlələrə diqqət qılğaysınız. Mən yıllardan beri vətən içi və vətən sırtida rəsm kəsbidən dərs ötüş işlərimni toxtatmay davamlaşdırıb gəldim. Germaniyadamı məndən dərs alğan German və başqa millət oxuğucuları sənət akademiyalarında oxub, məktəb bitirib, muşu kəsbdə işləvatqanlarmı az emas. Öz milletimizdenmi talant egelerinin muşu sahada terbiye elip yetilişini arzu kıldım. Şu vəcidin atalarımızın zaman sana bakmasa sen zamanga bak deginidek dünyanın özgürüşüge əgişip internet arqılıq resim dersi ötüşünü karar kıldım. Dünyanın her qaysı jaylarında yaşavatkan Uyghur qeyrindaşlarga bu məqsidimni tonuşturğum keldi. Pərzəntinizlər yoki özünüzlər bu kəsbə qiziqsınızlar, mən bilən bevasitə aloqalashsınızlar boludu. Bunu qo'shib o'qidim. Bu asardan keyin inkas supsiga mən Marvarid Hafiz bilan aloqalashish yolunu yazıp qoyman. Marvarid Hafizning özünün məxsus bir tor beti var. Kirib qarab baxsanlar bo'ldi, yəni başqa rəsmlərim var. Əlbəttə Marvarid Hafizni neçə yıllardan beri dünyanın hər qaysı cəhillərdəki hər xil ictimai taratqularda tonuşdurub kelyaptı. Mening məqsədim artıqlıq qilmaydı. Muşundaq muhaciratdagi talantlıq kişilerimizni köplep teşvik qilish her zaman artıqlıq qilmaydi. Shundaqmi? Ahirda biraz qisqa videoni qo'shib qo'yman. Bu o'tgan yili men Germaniya Myunxenga ana til maktabining faoliyatiga borgan vaqtda Zulhayat O'tkir bilan birga Marvarid Hafizning uyiga berib Marvaridni yo'qlag'ash rasmlarini ko'rgandagi hayajonlarim bor bir video. Andın kasb ahli bo'lmagandan keyin üçümüzdənki Zulhayat, Marvarid və mən üçümüzdənki söhbətini əsli turib mundaq bir sözləməkçidik. Aparatni şu boyunca to'g'rilab qo'ydim mən, lekin axir yəni o'ltirib paranlaşdıq. Şunlaşqa xuddi başlanğıç məktəbinin oxucularıdak bişimiz mundaqlam ko'rinib qaldı. Şunlaşqa ayıbga buyurmanglar. Lekin üçümüzдің bu söhbəti qısqa bolsunmu, hər halda əhəmiyyətli deb o'ylayman. Onundan başqa bu qısqa videoga yana Marvarid Hafiz o'zi ishlab tayyorlagan, andın Facebookga qo'ygan bir qısqa videoni qo'shib qo'ydim. Maqaramsa kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh. Bekçiraylik sizlarga bu resim. Bu resimni men 2015-yil Urumchiga borgan vaqtida dadam bilan bir parcha rasmga tushgan. Haqiqatan shu rasmning kopiyasi bu. Xo'sh. Xayr xo'sh. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetining hurmatli mushtariylari, aziz qarindoshlar. Bugun men Germaniyaning München shahridagi bir nihoyatda esil bir studiyada sizlarga bizning donliq rassomimiz, xalqimizning faxri bir xonimni tanishtiraman. Balkim bilib oldinglar, Marvarid Hafiz xonim. Assalomu alaykum. München kelgandan keyin albatta bizning bu faxrlik rassomimizni, do'stimizni cho'qim bir yo'qlab o'tish majburiyatim bor deb o'ylayman. Shunga bugungi bu biroz bo'sh vaqtdan foydalanib Marvaridni yo'qlab keldik. Marvarid kitob o'qish munbirimizdagi aziz mushtarilarimizga chiqqa so'z. Assalomu alaykum. Kitap munbiridagi isil kitaplarni anglash qiziqchi mushtirlar hammangizlarga mendan o'tliq salom. Nuriya nayt yaxshi qilyapti. Mening vaqtim bo'lgancha bizga nurg'un bilimlarni o'rganishga, bilishga nayt qulaylik, yaxshi sharoit yaratib beryapti. Mushumun millatga qilgan intayin zo'r bir turba. Bu orqali bizmo alayda vaqt chiqarib kitap o'qish, vaqtimiz
Bulmagan şarayıtta biz yolda ketip mi anlayalaymayız, uxlaştın burun mu anlayalaymayız, naştıqqa qaş mı anlayalaymayız. Sizge rahmet. Siz nayt yaxşı bir boşluğunu tolduruvatsınız. Rahmet canım Mervayet, rahmet. Menin qıvatqanlarım, sizlerin qıvatqanlarım dengizdeki bir tamçı su. Her bir insanın bu dünyada, bu cemiyette, bu hayatta kem bosu bulmaydigan, kılalaydigan işi var. Şoňlaşqa biz insanlar özara bir-birimizden toldurup, kolumuzni kolga tutup manganda bu hayatın güzelligi boldu, mihri muhabbet boldu. Mihri muhabbet bolgan hayat güzel boldu. Şoňlaşqa her bir kılgan işninki onun şundaq roli intayin çoğun bizden hayatımızda. Siz herkes bunda oylamangsız. Siz intayin çoğun bir boşluğunu dolduruvatsınız. Rahmet canım Mervayet. Rahmet. Bugün men bilen Mervayet dostumuzny yoqlygy kelgen yana bir aziz mehmanimiz var. Bu bolsumu Şvetsiyadan kelgen singlimiz Zulhayat. Ötkür. Kelam singlim. Assalamu alaykum. Kitap okuş kunbirning qo'llovchilari, aziz qarindoshlar hammalarga salam. Rahmet. Ana til Parit kuniga Zulhayatmı Şvetsiyadan alohida qadam tashrif qilgan, şoň ikkimiz maslahatlashib billa Mervayetning uyiga keldik, shundoq chiroyli mehmon boldik. Bulupmu, mushu uyning ichidagi her bir parça rasmdan shunchalik hayajonlanib, ta'sirlanib, gapimiz tugamayotdi. Mana bu shundoq esil fursatdan foydalanib, kitob o'qish munberimizdagi dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlarimizga tamdagi suratlardan manroq bir o'tkazib ko'rsatishni Mervayet qabul qildi. Shu bo'yicha sizlarga biroz ko'rsatdi. Mervayet, bu resminizni bek yaxshi ko'rmajimi? Mushu chiroyli bovaylar. Qarang, har birisining chiroyi bir. Bek yaxshi ko'rma. Qanday qilsam bo'la bu resmni? Qanday qilsam bo'la Mervayet? Mana bu sizlayotgan rasmkan. Ma rasmni texi e'lon qilinmagan rasm, kitob o'qish munberidagilar bir ko'rib oldigan bo'ldi. Ha, Mervayet? E'lon qilmay turib sizga alqish qilyaptim. E'lon qilishga vaqt bor, ammo cho'qim bu e'lon qildi bir asar. Cho'qim insoniyatning huzuri sunilish uchun sizdi ijodkorlar, yozuvchilar, shoirlar, rassamlar, o shaxsiy sizib esir oladigan ish yo'q. Endi bu har bir asarning e'lon qiladigan bir vaqti bo'ldi, pishib yetilgan vaqt bo'ldi. Vaqti kelganda albatta bu asar yanıla dünya insaniyetga tava, yani Uyg'urlarga tava bir asar. Rahmat canım Mervayet, rahmat. Ay, mana mama sizlayotgan tek bitmagan rasmkan. Bunda ayrım tush olaylik. Dünya Bu chiroyli qaynoq baza. Bozorning ichiga kirib ketdim mana. 2000-yil silg'ar rasmim. 22 yil bo'lgan rasmdan mana. Bu ajoyib bir yilqi jamiyatning bir kartinasini kichikini bir yangi. Ma rasmni yana ana balni. Ajoyib. Rahmat canım Mervayet. Rahmat. Shunchalik hayotim bor mening. Ammo men bu yerda qarang chiroyli figura. Deb biz bergan bo'lsak. Voy, bir parcha rasmni setiblar deb aytdim. Anda sizlar anda saroyda o'tirma degan olgan bo'lsam, bu rassam bo'lmaydim men. Rahmat Cuma. Shundoq bir ko'ngilli bir 2 soatni birga o'tkazganimizdan to'liq xursand bo'ldim. Men hayotimga rahmat aytib o'xshayaptim. Albatta siz hayot bo'lg'achqa bu mana shu hayotimizning mahsulotlari bu. Albatta. Desak pekka cho'ng hamda cho'ng nuqtadan hamda va millat kitib qo'shyapsiz, vatanimizning boyliqlarini boshqalarga to'lishtirish. Millatni to'rtni hammamiz qo'shimizga. Endi bu kasb mening kasbim emas. Hozir hayotimni qo'llatsam, bu mening hayotim bo'lib ketdi. Bu kasbim emas, mening hayotim bo'lib ketdi. Bu hayotimga mening. Şunlaşqa men nayt xoşal yaşayman, nayt ishonchlik yaşayman. Chunki hayotimni qo'llatsam, yilqi nimish qilaman, qanday yashaman emas, mening yashash nishonim, maqsadim shunda aniqkan.
inson bu xil aniq bo'lgan bir hayotda yashashning o'zi intayin cho'ng bir baxt, xo'jalik deb o'ylayman men. Chunki sizning nishoningiz aniq, maqsadingiz aniq, yosh qilmoqchi bo'lgan ishlaringiz aniq bo'lganda, sizning hayotingiz shundoq hayotingizning ma'naviyati bo'ldi-ki, hayotning ma'nisi bo'lganda siz nurg'un ishlarga o'zingizni ortiqcha avval qilmaydi ekansiz. O'zingizning qilmoqchi bo'lgan ishlarni qilsangiz, hayot shundoq ma'nosi bilan shundoq xo'shal o'tadi ekan. Bütün diqqatimizni o'zimizga qilayotgan, yaxshi ko'radigan ishlarga birlashtirgan vaqtimizda boshqa ishlarni qiladiganga hech qanday vaqtimiz yo'q. Masalan, hozir siz meni davtisiz, millat to'yib qo'shding dedingiz. Men sizningki qilayotgan ishingiz qarab, men hech ish qilamabdiman, zolayat shundoq cho'ng yaxshi ishlarni qilyotdi deb, men sizdan ilhom olma, sizning qilayotgan ishlaringizga sizga ofirin aytdim. Men nurg'unlag'im deyman. Ailesi var, balları var, yeni okuydu ki, qandaq vaqtı chiqirib shunchalar jiq ishlarni qildigandu deb hayron qolman sizga masalan. Sizga mi shunda qarsam o'zingizni nurg'un dunyodagi Uyg'ur ayollariga ulgu bo'lgudek taq turqingiz, Allah yaratgan tabiatingiz bo'lgan so'ygingiz, hayot bo'lgan so'ygingizni o'zingizning tabiati bilan bizga ifodalayapsiz. Sizning go'zalligingizga qarab men şunda ilham aldım. Sizde şunda bir ayallık bo'lgan, mushu tabiatingiz bo'lgan so'ygingiz, hurmatingiz biz hammamizni hayajonlantirdi. Sizning bizning hayotimizda kam bo'lsangiz bo'lmaydigan, bizga ilhom beradigan shunda isil taraflarimiz var. Bo'libmi siz hozir hech bo'lmaganda siz o'zingiz qila oladigan ishni eng yaxshi sifatda qilish uchun tirishyapsiz. Bu degan ajoyib cho'ng bir to'pa. Şunlaşqa bizning hech qaysimizning hayotda kambusi bo'lmaydigan alayliklarimiz borki, qildigan ishlarimiz borki, shunlaşqa sen mendan ortiq ish qilding deydigan hech qanday haqqimiz yo'q ekan. Shuningga bu yerda amma sizlarga rahmat, mening rasmlarimni yaxshi ko'rib, mening hurmat bildirganinglar. Ammo bu mening o'zimning qildigan ishim, bu mening hayotim. Rahmat Marvoy. Rahmat haqiqatan. İşçi güzel diyenler bana boşundaq oldu. Güzel insanların kalbinden çıkan boşundaq yürek, çin sözleri, samimi sözler bizden yürekimizge yetip vardı. Bu yerde hiç kaçan sizni maqtab kötürüp, ya ki siz beni maqtab kötürüp ondaq bir emas. Hakikaten dünyada bana boşundaq adamlar bir yerge kelip, meyli, nerede yaşaylı, boşundaq bir fırsatlar bilen yığılıp, ko'nglimizni izhor qilishning o'zi acayip bizning baxtimiz deb o'ylayman. Shukralloh, hammamizga. Yana shundoq bir do'stliklarimiz bo'ldi ekan, biz ilgari tanishmagan bo'ldik ekanmiz, ko'rishib boqmagan bo'ldik ekanmiz. Bir sharoitlar bilan shunday bir ko'rishib qoldik ekanmizki, yurak rishtalarimiz shunday bog'lanib ketadi ekan. O'ylaganlarimiz bir yerdan chiqadi ekan, bir ishlarga bo'lgan qarashlarimiz bir yerdan chiqadi ekan. Ana bunday do'stlik acayip bir kıymetli, mukaddes ve mengülük dost bo'ladi ekan. Dostlarımız yaşnasın. Rahmet. Ben ahırdan bir gap qilay. Gap qiling canım, gap qiling. İnsan sağlam bir psik olsa, bu dünyada bir insanı maqtab, onu hürmetlik, faxrlik qılamaydı. Bir insan tillab, yerden yeksan qılamaydı. İnsan özü qanday bo'lsa, u insan şu cemiyette, şu yaşayotgan muhitda, şu izzat hürmetke, şu bahaga erişidi. İnsandaki alaylikni bayqab, onun hürmet bildirish, onu e'tirof qilish, bu insandaki en isil fazilat hem pak ruh deb o'ylayman. En sağlam teskit. Bizning insonlarni ko'ramaydigan, ichtarlik qiladigan hech qanday haqqimiz yo'q. Chunki biz bu dunyoni biz yaratmadik, biz faqat yaralg'uchi. Şunlaşqa biz özümüzni yaxshi yarata olishimiz uchun tirishsak, bu en yaxshi bir sifat deb o'ylayman. Ay, to'g'ri dedingiz. Ay, to'g'ri dedingiz. Rahmat. Biz maqtsak bu o'zimiz uchun deb mana dedi. Amaliyotda bizni xo'shal qildingiz. Bugun mana ishimizga bir hayotimizda go'zal xotira qoldirdingiz mushani.
Muhabbet narıdın ot yaktı o. Ol ay hey. Hasti Ki hicran şöylesin eyle Tutaştı hava gahi da fiyali Fiyali padişah olmuş Navayet kürdü oluşan Hem ara ruhi Cefa terkin tutup çerh zalim bir telefon ki Cahan kül oldu dek buldu benim ahım Korupti serseri hicran Vücudum eğildi haşşam Şıp ol ahidin her Hazan ve bostanım Müyesser boz gel ol ay bu caniye Eylisem kurban Şiddet olsa Ecel yok kim boyalsa Lal hanım var Boyamani Mala